Короче, akamizdan 200 ming pul olgan. Ismim Sirojiddin, O'zbekistondanman. Shu yaxshi niyatlarda 200 ming rubl pul bergandim. Bugun telefonda gaplashdim men. Kecha murojaat qilgandim, o'sha bugun natijasi bo'ldi. Mana Zakon degan narsa bor, hamma joyda bir xil. Nosimxonov, Qilichbek aka, Muhammad aka. Mana Yaxyo degan bola ham aloqaga chiqdi. Akamiz bugun video jo'natdilar, O'zbekistonga yetib oldilar. Muhammad aka, rahmat sizga. Men O'zbekistonga yetib keldim akajon. Video davomida ko'rasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Muhammad. Kanalga xush kelibsizlar. Aka-ukalar, yaxshimisizlar? Qisqa qilib aytib beraman. Kecha kechqurun bir akamiz yozibdilar. Men ko'ra olmadim. Kechasi kech kelgandim. Keyin bugun o'zgina mazza bo'lmadi. Короче, akamizdan 200 ming pul olgan. Mashina olib beramanmi, vikupmi, boshqa biron nima qilib nimadir deb olgan, короче. Mashina olib beraman deb olgan. iyul oyida olgan. Mana hozir nima, yanvar. Hozirgacha cho'zib yuribdi, ertaga indinga. Bugun telefonda gaplashdim men. Tushuntirdim akaga, последствия degan so'zni, o'sha nima bo'ladi, oxiri nima bo'ladi, pulni bermasalar. Mana nima deydi? Zakon degan narsa bor, hamma joyda bir xil. O'zbekistonning zakoni, Rossiyaning zakoni hamma joyda bir xil. Video davomida ko'rasizlar. Qanaqa qilib pullarni olib kelib, qo'llariga berib, xudo xolasa natijasi yaxshi chiqdi. Akamiz tushundilar, rahmat. Mana Yaxyo degan bola ham aloqaga chiqdi. Uni ham yaqinda xudo xolasa ko'rishamiz. Bu ham aybdor emasman. Bu короче, ko'ramizda kim kimga qarzi bor. Mana bilet to'g'risida bo'lgan narsa, akamiz bugun video jo'natdilar, O'zbekistonga yetib oldilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Nima demoqchiman? Meni maoshni aldaysizlar, birovga aldab pulini olasizlar. Ertaga bu aqa borganimizda hammamiz javob beramiz. Men ham javob beraman qilgan ishimga, sizlar ham javob berasizlar. Tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun sizlardan so'rayman, bir-biringizni aldamasdan, nima deydi? Nabarot, поддержка berib, yordam berib, yaxshi yursalaring hammasi zo'r bo'lib ketadi. Hammaga rahmat. Videoga like bosasizlar, bitta tarqatib yuborasizlar. Sizlardan o'sha поддержка. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Sirojiddin, O'zbekistondanman. Men iyul oyida bir insonga shu yaxshi niyatlarda 200 ming rubl pul bergandim. O'shani vaqt o'tib ketdi, qaytaraman deb cho'zib yurdi, ancha cho'zilib ketdi, bermadi. Mana hozir yanvar oyigacha keldi. Nima qilishim bo'lsa, mana shu insonlarda menga maslahat berishdi. Kecha murojaat qilgandim, o'sha bugun natijasi bo'ldi. Mana pulni yarmini 100 ming rublni hozir qo'limga berib ketishdi. Xudo xolsa qolgan yarmini mana shu yaqinda O'zbekistonga ketishim kerak, ketgunimcha qilib beraman deyishdi. Bunda mana shu insonlarga kattaga rahmat. Nosimxonov, Qilichbek aka, Muhammad aka, yuristlarga, hammalarga rahmat. Ishlaringiz omad aka. Sog' bo'lingizlar, charchamaysizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Muhammad aka, rahmat sizga. Men O'zbekistonga yetib keldim akajon. Rahmat sizga. Muhammad akaga rahmat aka.